Birinchi gapni nimadan boshlamoqchiman? Birinchi bo'lib sizlarni tasavvur qilishga majbur qilmoqchiman. Tasavvur qilinglar, shaxmatni relsga o'xshatamiz. Ya'ni relsda yuradigan poyezdga o'xshaydi shaxmat. Poyezdda ham har doim uni ushlab turadigan ikkita rels bo'ladi. Ya'ni bitta relsini olib tashlasak, faqat bitta relsni o'zida yura olmaydi. Shaxmatda ham xuddi shunday. Ikkita muhim bo'lgan unsur bor. Bu mantiq va hisoblash. Yana ham tushunarliroq gapiradigan bo'lsam, logik, ya'ni mantiq bu vaziyatni tushunish, baholash, qaysi figura qayerda joylashgan, qaysi figurani qaysi nuqtaga qo'yish kerak. Umuman olganda umumiy his qila olish bu mantiq hisoblanadi. Hisoblash bo'lsa aynan o'sha tushungan narsani tekshirish, ya'ni chek qilish. Misol uchun biz bitta yurishni o'yladik. U yurish bizni nazarimizda to'g'ri, bu yurishdan boshqa to'g'ri yurish yo'q deb nazarimizda. Bu mantiq. Ya'ni biz bu narsani his qilyapmiz. Uni tekshirish uchun nima qilamiz? Uni tekshirish uchun biz u narsani hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni raqib va o'zimizning yurishlar ketma-ketligini. Endi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, vaziyatda Karlson va Aranian 2008-yilda musobaqada o'ynashgan. Karlson aytib o'tgandek oqlarda, Aranian qoralarda. Boyagi fikrimga yana bitta qo'shimcha narsa, hisoblash bu aynan mantiq tanlab bergan variantni tekshirish hisoblanadi. Ya'ni mantiqan sizlar his qildik bitta yurish to'g'riligini va u narsani biz qanday chek qilamiz? U narsani aynan hisoblash orqali chek qilishimiz kerak, ya'ni tekshirishimiz kerak. Xo'p, Karlsonni mashhur vaziyatlaridan biri. Mana shu yerda Aranian Karlson o'rtasida Magnus bir qarashda aqldan ozadigan yurish qiladi. Ya'ni birinchi bo'lib qaranglar, vaziyatga baho beramiz. Har doimgidek ikkita fil, oqlarda ikkita fil shoh xavfsiz joyda. Umuman olganda oqlarni piyodalar strukturasida hech qanaqa zaiflik yo'q, lekin bir ko'zga tashlanadigan, ko'zga ko'rinadigan hujum ham yo'q. Oqlarning kichik ustunligi bu raqib shohini hali ham markazdaligi. Mana shu yerda Karlson aqlbovar yurish topadi, ya'ni mantiqan uni his qiladi. Bu yurish bo'lsa D5 yurishi. Endi bu narsani o'yin payti qanaqa qilamiz? Misol uchun vaziyat keldi bizda. Eng kuchli yurishlarni saralab olishimiz kerak. Vaziyatda nimalar qilishimiz mumkin? Raqib yurish qildi, bizani 3 ta imkoniyatimiz bor. 3 ta imkoniyatni misol uchun otni yurish imkoniyatimiz, piyoda bilan sentrni, markazni olish imkoniyatimiz yoki-da shunchaki farzni o'yinga chiqish imkoniyatimiz bor. Bizni mantiqimiz mana shu narsalarni to'g'ri deb qabul qilyapti. Endi u narsani chek qilish qoldi. Ya'ni hisoblashimiz kerak. Har bir yurish qanaqa vaziyatga olib borishini biza tekshirishimiz kerak bo'ladi. Karlson ham aynan mana shu D5 yurishini his qilgan va u narsani oldindan chek qilgan. Endi aynan mana shu Karlson o'ylagan yurishni birgalikda sizlar bilan hisoblab chiqamiz. D5 yurishiga qoralarda 4 ta asosiy yurish bor. CD, YD, ot D5 va farzin D5 yurishlari. Xo'p, agarda bu yerda birinchi bo'lib eng xatosidan boshlaymiz. Agarda qoralar CD, D5 dagi piyodani uradigan bo'lsa, biz fil bilan B5 dan shoh beramiz, chunki liniya ochildi. Shohni filimizni shoh berishini hech qanaqa qoralarning figurasi to'xtatmaydi. Ot bilan yopishga majbur D7 dan. Ana endi ot bilan Y5 ga kelamizda, ikkala figura D7 dagi ochmasida turgan otga hujum qiladi. Ot Y5 yurishi fil C8 himoya qilishga majbur. Biz bor kuchimiz bilan aynan mana shu shohning markazdaligi va svyaskada ochmasida turganligiga hujumga o'tamiz. Farzin H5 yurishi. F7 dan bir yurishda mot kelyapti. Buni himoya qilishning bittagina yo'li bu J6 va farzin F3 yurishdan keyin qoralarda juda ham katta ustunlik bo'ladi. Chunki ot, farzin aynan F7 ga hujum qilyapti. Agarda farzin bilan F7 xonasi himoya qilinadigan bo'lsa,
Shunchaki ot solti yurishidan keyin otimiz farzinga, filimiz ruhga hujumga o'tadi. Demak, bu narsani biza yurish qilishimizdan oldin hisoblashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni chek qilishimiz kerak bo'ladi. D5 yurishiga demak tushundik. Bu narsani tushundik, что CD yurishi xato yurish. Uzr. CDni tushunib oling. Ana endi sizlar bilan YD yurishini tekshirib ko'ramiz. Agarda qoralar piyoda bilan D5dagi piyodani uradigan bo'lsa, unda ot D4 yurishidan keyin oqlarda kuchli vaziyat hosil bo'ladi. Ya'ni hamma figuralarni yo'llarini ochdi oqlar. Endigi plani oqlarni farzin A4, ot F5, ruh C1, ruh D1 va butun figuralar birgalikda markazga hujum qiladi. Chunki men ko'p takrorlayman, o'quvchilarimga ham juda ham ko'p takrorlayman. Agarda raqibni shohi markazdami, tezroq markazni ochishga harakat qilishimiz kerak. O'shanda butun boshli figuralarimiz aynan markazdagi qolib ketgan shohga yengil va tezroq hujumga o'tish imkoniyati bo'ladi. Demak, Y'ni ham tekshirdik. Demak, bu yurish ham to'g'ri bizning nazarimizda. Endi D5 ga ot D5 yurish qoldi, to'g'rimi? Ot D5 dan oldin to'xtaylik. Birinchi farzin D5 yurishini tekshiramiz. Farzin D5 ga ot Y5, ya'ni C6dagi piyodaga bosimni kuchaytiramiz. Fil B4 yurishini amalga oshiradigan bo'lsa, unda endi farzin A4. Ko'rib turganlaringdek, ot farzin birgalikda C6dagi zaif piyodaga hujumni yanada orttirdi. Qoralar rokirovka qiladi. Rokirovkaga ruh F1. Bu yerda boyaga bergan D5dagi piyodamizni ham qaytarib olamiz va hamma figuralar bemalol aktiv holatda qoralarni tomoniga, umuman qoralarni markaziga hujum qilish imkoniyati oshadi. Demak, bu yurishni ham tekshirdik va sizlar bilan eng asosiy yurish qoldi. Bu ham bo'lsa D5 yurishiga ot D5 yurishi. Aranyan aynan mana shu yurishni amalga oshirgan o'yin payti ham ot D5 yurishini. Bu yurishga nima qilamiz? Bu yurishga otni birinchi navbatda markazga, ya'ni markaziy Y5 xonasiga qo'yamiz. Ot endi C6dagi zaif piyodaga hujumga o'tyapti. Ot F6, qoralar fil B7da turibdi. Qoralar otni orqaga qaytyapti. Endi tezroq qanaqadir shohini tezroq xavfsiz tomonga o'tishga harakat qilmoqchi. Ya'ni fil Y7 farzini H5 ga qo'ymaslik uchun edi ot F6. Keyin bemalol qoralar rokirovka qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi ot F6 yurishiga biza farzinni A4 xonasiga olib kelamiz. Ya'ni aynan o'sha zaif piyodaga butun boshli figuralarimiz bilan bosimni kuchaytiramiz. Fil B4, ot C6, ot C6, fil C6, farzin C6, korol, ya'ni shoh Y7. Shoh Y7 ga ruh F1. Biza birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni shohni rokirovkasiz holatga keltirdik. Ya'ni markazda ushlab qoldik. Karlson ham ana shu narsani tushungan, ya'ni shohni markazda saqlab qolish bemalol butun boshli figuralarimiz bilan markaziy shohga hujum qilish imkoniyatini yanada oshiradi. Ya'ni sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam bu mavzudan nimaga? Shaxmatda juda ham muhim narsalardan biri bu intuitsiya, ya'ni his qilish birinchi o'rinda turadi. Ya'ni mantiq va hisoblash bu shaxmatni aynan yuragi hisoblanadi. Agar biz bir yurishni his qilsak, u narsani agar hisoblab ko'rib to'g'riligini bilsak, o'sha yurishni bemalol qilish imkoniyati bo'ladi. Karlson ham ana shu yurishni birinchi his qilgan D5 yurishini, keyin u narsani chek qilyapti, ya'ni tekshirib ko'ryapti. Tekshirib ko'rganda to'g'ri chiqdimi, u narsani demak o'yin payti amalga oshirish mumkin. Sizlar ham aynan mana shu vaziyatni to'g'ri baholashni xohlasanglar, o'yin payti. Misol uchun teoriya qilindi,
o'yinda boshida debyutdagi figuralar rivojlantirildi. Undan keyin ya'ni keyin nima? Ana shu vaziyatda to'xtab birinchi vaziyatni baholashimiz kerak. Qaysi figuramiz qayerda, qanday joylashdi va qaysi tomonga resurslarimiz ko'proq. Ya'ni biz Farzand Filonga hujum qila olamizmi u vaziyatda, Shoh Filonga hujum qila olamizmi u vaziyatda birinchi aniqlab olamiz. Aniqlab olganimizdan keyin ichidan eng yaxshi yurishlarni saralab olamiz. Ana shu yerda mantiq bizda ishlaydi. Misol uchun otni G5 qo'yish, markazni peshka bilan egallash, ruh ishlamayotgan ruhni C1dan liniyaga joylashtirish. Mana shu eng yaxshi yurishlarni belgilab olganimizdan keyin ularni birma-bir chek qilamiz, ya'ni tekshirib chiqamiz. Agarda qaysi yurishimiz ko'proq yaxshiroq va bizga yomon vaziyat bermaydigan, aynan bizani maqsadimizga olib boradigan yo'l bo'lsa, o'sha yurishni tanlaymiz. Shaxmatdagi mana shu ikkita muhim narsani rivojlantirishga har doim harakat qiling. Bu narsalarni qanday rivojlantirish mumkin? Ketma-ket zadachkalar, ya'ni pozitsiyalar yechish bo'yicha ko'proq o'zingizni mashq qiling, vaziyatga to'g'ri baho bering va o'sha bitta yurish o'yladingizmi, o'sha narsani oxirigacha hisoblashga harakat qiling. Ya'ni mashg'ulotda qiyin bo'lsa, sizda jangda oson bo'ladi. Mashg'ulotda qancha o'zingizni hisoblashga, mantiqan tushunib, u narsani tekshirishga harakat qilsangiz, o'yinda shu narsani tezroq amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Agar darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, izohlar bo'limida o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.